Bugun biz tuzli suvning elektr o'tkazuvchanligi tajribasini o'rganamiz. Bu tajriba suvning elektr tokini qanday o'tkazishini ko'rsatadi. Bizga ikkita stakan kerak bo'ladi. Biri toza suv bilan, ikkinchisi tuzli suv bilan. Shuningdek, lampochka ulanmagan elektr zanjiri ham tayyor. Elektrodlarni toza suvga botiramiz. Ko'rib turganingizdek, lampochka yonmaydi. Bu toza suvning elektr tokini yomon o'tkazishini isbotlaydi. Endi elektrodlarni tuzli suvga botiramiz. Lampochka yorqin yonadi. Bu tuzli suvning elektr tokini yaxshi o'tkazishini ko'rsatadi. Tuz suvda eriganida musbat natriy va manfiy xlor ionlariga ajraladi. Aynan shu erkin harakatlanuvchi ionlar elektr tokini o'tkazib, tuzli suvning elektr o'tkazuvchanligini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, suvda erigan tuzlarning, ya'ni ionlarning mavjudligi suvni elektr o'tkazuvchan qiladi. Bu oddiy tajriba orqali biz muhim ilmiy tamoyilni o'rgandik.